Yandex Kuryer bir kunda necha pul topish sizlarga ham qizumi? Menga ham. Videoni ko'rish jarayonida bizga обязательно подписка bosib qo'yinglar. Agar noyabrgacha 10k bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonning eng ekstremal videolarini kontentini qilishni boshlaymiz. Sizlar so'radinglar, biz ishladik. Yandexdagi ish oldindan aytaman, ancha qiyin ekan. Minus taraflari issiqda, velida oyog'inglarni charchatib yurasizlar. Boshlang'ich kuryer bo'lsanglar, zakaz kam tushar ekan. Biz soat 12 dan kechqurun 10 gacha kuryerlik qilib ko'rdik. Boshida Qatortol taraflarda aylandik. Keyin o'tda zakaz yaxshi tushmaganligi sabab kechga yaqin aylanib, avtobusda skverga borib oldik. Ko'rib turganinglarda endi ozgina odam xijolat bo'ldi, na iloj. Chiqib kun bo'yi Oqtepa lavash, Maxway, Yaponian Mama, KFC, и даже Wendy'sga ham borib, mijozlarga xizmat ko'rsatdik. Mabodo shu videoda 5000 ta like bo'ladigan bo'lsa, uzun tezkorda ham ishlab ko'ramiz. Chiqib kun bo'yi addush ishladik. Menimcha podpiska bosib qo'yishingizga arziydigan kontent qolmas. Lekin zakazni olib borib bergunimizgacha Yandex yetarli vaqt berar ekan. Men lekin zakazlarni umuman kech qoldirmasdan o'z vaqtida yetkazib olib borib berdim. Kechki payt sekin uyga qaytib o'tdik. Keyin yo'lda Siroj bunga ko'zimiz tushib qoldi. Ozgina video ham oldi endi. Ishqib bugun ishimizni tugatdik. Yandex kuryerlik qilib 300 ming, 400 ming topamiz deb o'yladik. No, 150 ming sim pul topdik. Mayli, buni ham barakasi o'zi boshqacha bo'ladi. Keyingi videolarimizda bu pulni iloji boricha zo'r narsaga ishlatamiz. Sizlarga yana qaysi sohalarda ishlab obzorni qilib berishimiz qiziq. Kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Topgan pulimizni bo'lsa, biz yaxshi yo'l bilan sarfladik. Bizani kuzatib tursanglar, albatta u videoni ham ko'rasizlar.